Assalomu alaykum. Uzr, maydamiz. Sizlarga sizlarga savolim bor edi. Naushnikni taqing. Yana bering. Men taqamansan. Men yomonlama. bo'ldi gap yo'q. Qo'ying muzikaningizni. Muzika qo'ying. Xo'p, savolingiz. Do'stingiz yaxshi va yomon taraflari. Do'stim yomon tarafimmi? Qiyomatligim. Yaxshi tarafi esa men bilan har doim yelka-melka turishi. Lekin bitta sababi juda injiqda, shu jinnida har doim urushaman u bilan. Ha, bo'ldi. Bungami? Unda, bularga bering. Xo'p. Do'stingiz yaxshi va yomon taraflari. Bu nima deb yomonladim? Da yomon. Rostini ayting. Yomonladim? Da yomonladilar. Siz aldayapsiz. Nimaga aytaymi? Men buni qalbim bilan eshitib oldim.